Dolar biz yana o'sha po'skayimizni yonginasida Stroygord mana shu magazinga kelganmiz. Buyog'i mana 3 soatga ketadigan yo'li. Qurilish mollari mana qarang. Kraska, vodoemulsiya mana shu narsalar. Emulsiyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kraskalar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaveradi. Nomerlaringizni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, gap bo'lsin. Munosabat qancha? Manzil o'sha Dashtobod po'skayisidan Tirsatkaga qarab ketishda. Nima kerak bo'ladigan bo'lsa o'sha jannatdan bir qasr deb qurib aytganimga bizga murojaat qilaverasizlar deb akamiz aytib qo'ygan edi. Keldik. Faqat samarezlar mana samarezlarni ham olamiz. Gap bo'lishi mumkin masalan. Nima kerak bo'lsa deb. Endi hozir biz nimalar oldik? Shu ko'mika qaychi oldik. Tarnovlarga samarez oldik. Hozircha hali zikraskalarga nomib qo'ymayman. Bunaqa mana bu narsalar kerak bo'ladi. Hajamiz ko'chlar bular. Shunga xullas mana shu akalarimizni duo qilasizlar, borlariga shukrlarga shukrlaydigan. Biz shuni sherdamiz, rahmatlar. Bunda hozircha şeydi, endi Muhammad Ali'dan sizlarni yaxshi ko'raman. Xudo xohlasa, nima aytgandim, ozroq qiyin bo'layapti-yu, bitkazamiz Xudo xohlasa. Sog' bo'ling. Borlaringizga ham shukr. Rahmat akajon, duo qilasizlar.